Vodkam keldi. Qanday? Zo'rada. Bu kim mazgayor? Nachaliging ham keldimi? O'g'lim dedi. O'g'lim? Ismi Bulat. Voy Bulat. O'g'ling o'zbekchani biladimi? Yo'q, bilmayman. Ama onasini yemsan bu miskalang necha yosh? Endi 43 ga kirdim. Bu eng yosh kattami sanda o'g'ling? Mana majbur bo'ldim-da, dada nima qilish? Rossiya propiskasini olay deb onasiga uylandi. Alla Pugachovagami? Yo'q, yura, Maksim ko'rdim. Charmanda qildik. Ha, ruscha so'kyapsiz-da. Siz ham tushunadi-ku bu. Bulat. Hattola boshlamaydi, otang boshlamaydimi birinchi? Спасибо, сынок. Молодцы. Bulat, nima uryapsan otangni? Dada, keling, sizni ham Vlad rossiyskiy politsiya qilib qo'yadi. Uray desam bittasi o'g'lim, bittasi nevaram. Papalam. Tur o'g'lingga tarbiya ber. Nimaga? Aroq ichib multik ko'ryapti. Voy, Vlad. Dada, qayerga olib keldingiz? Riveradagi brend bozorga olib keldim. Manusklat. Nima edi ismi? Vlad. Vlad o'g'lingni odamga o'xshab kiyintirgan olib keldi. Brend bozorda Ava, Damat, Polo, Derimot, mana shu borku brendlarni tovarini arzon narxlarda olsang bo'ladi. Panila. Dada deyapti qara. Damat kostyum shimlarini bilasizlar. 4 million, 5 millionga sotadi. A bu yoqda 800 ming so'mga olsang bo'ladi. Dadasini bolasi. Dada. Derimot bilan Graderda 2 million, 3 milliondan sotiladigan oyoq kiyimlarni bu yoqda 300 ming, 400 ming so'mdan olsang bo'ladi. Men Rossiyada ham bunaqa bozor ko'rmaganman. Bunaqasini faqat brend bozorda ko'rasan. Borga qol kiyinib chiq. Иди сюда отсюда. Иди сюда, deyapman, nima deyapman? Добрый вечер, дорогие друзья. А Влад дома? Yo'q. Xotining keldi. Vlad o'g'lingni oldi, xotiningni oldi. Tur yo'qol ko'zimga ko'rinma. Ota, bu xotinim emas. Kim? Qizim. Yo'q, uni. Dochinka. Dadam men keldim. So'mayapman. Xotining necha yosh? Tirikmi o'zi u? Сколько вам лет? 72. Yo'q, uni mendan katta qizing. Как сама? Хорошо. Хорошо? Да, все нормально. Проходи.